Oliy ta'lim muassasasida o'qiganlik to'g'risidagi hujjat, diplom dublikatini olish uchun onlayn murojaat qilish mumkinmi? Onlayn murojaat qilish mumkin. Buning uchun fuqaro o'zining MyGov.uz tizimidagi shaxsiy kabinetiga kirib, oliy o'rta maxsus kasb-hunar va professional ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatni dublikatini olish xizmatini tanlab so'rovnoma to'ldiradi. So'rovnomada fuqaroning pasport ma'lumotlari va o'quv muassasasi to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Ushbu xizmat Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-iyuldagi 395-sonli qarori bilan tasdiqlangan ma'muriy reglamentga asosan ko'rsatiladi. Xizmatdan foydalanish uchun bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravar miqdorda yig'im undiriladi. Onlayn tartibda murojaat qilinganligi uchun ushbu yig'imda 90% miqdorda yig'im undiriladi. Xizmat 15 ish kuni davomida ko'rsatiladi.